hörmetli qarindoshlar, bugun 2018 yil 9-30 men Amsterdam Dam maydonida ham normal namoyish qilayotgan. Men namoyish qilayotgan yerdan 5 metr jiroqda mana ko'ryapmiz. Kurus deb, ya'ni haqiqat degan temada haqli ma'qul shaklida bir namoyish qilib turibdi. Bu namoyish haqlarning diqqatini tortib turibdi. Bu namoyishdanmi biz o'rnak kelib, o'zimizningki hozirgi Uyg'urlarning beshiq kelayotgan etnik qirg'inchilikni mushkul shakllarda anglitishga bo'g'dak deb bulardan bir xil bu namoyish shaklini yaxshi ko'rdim. Shunga buni bir tushuntirish uchun bir live-ni taqatmoqchi. Ko'rib turibmiz. Bu yerda mana chiqyapti. Mana Mavo to'q fabrikasi. Bularni so'rasak, to'q fabrikasidan nima ishlar bo'layotdi? Biz to'qni yeyapmiz, kuni tomoqni arqida yeymiz, kebab pishirib yeymiz, tomoqni ishimiz to'qlar. Unda bo'lsa, to'q fabrikalarining haqiqiy ko'rinishi nima? Buni nurg'unlagan muxbirlar, nurg'unlagan video oldigan filmlar bu film kelyapti, bu tushuntiribdi. Ya'ni bularning nimasida, mana kreativimiz to'q fabrikasining ichi bir kunda 100 ming to'qi bitirib bo'lindi ekan. Yani tuxumdan chiqqan ko'jininki shakl bilan nimasi o'rtishirgan hozir yangi video chiqarib ko'rib turibsizlar. Mana qarang, tuxumniklar shakl bilan tam ko'jilar mengamatdi. Ko'jilarning hammasi erkak ko'jilar ekanda 99% erkak ko'jilarni mana mushunday qilib axlatlar tam shakllab mana etib bordi, mana axlatga. Mana axlatga etib bordi. Mana eski şeyler ko'ryapsizlar, mana hammasi axlat ketyapti ama tirik erkak cho'jilar. Undan xo'sh, undan gapimizniki bu mazmun desak, ya'ni biz yeyotgan to'qninki biz yeymiz, undan sonra to'q fabrikalar nima ishlar bo'layotdi? Bular shuni qarashganda, ya'ni bular hayvonlarniki haqiqat qo'g'daydigan, ya'ni bir jamiyatga. Bular bugun alohida mana shu shaklda qilib bu yerga namoyish qilibdi. Maqsadi sizlar to'qni yeyatsizlar, sizlar ko'rgan oldiq yuzi, lekin to'q fabrikalarida nima ishlayapti deb buni o'sha video shaklida tushuntiribdi. Erkak to'qlarninki, ya'ni erkak shudan 99%ni ko'rib turdikki, hamma shakallan billa axlat to'nglarga yo'l yetib bordi. Sababi kichik erkak cho'chini uni cho'ng qilib qiposh orliqda 3-4 vaqt ketadi ekanda, 3-4 haftacha uni beqishi, uni yemaklik berishi, suzliq berishi qatorliq nurg'un narsalar g'oyat zo'r hisob talab qiladi ekan. Cho'chilarning hammasi mixyonlari ham to'qib bergan bo'lgandan keyin shu mixyonni ep qoladi ekan, erkaklarning hammani qirib o'tadi ekan. Ana men namoyish qilayotganlarning hammasi bunga qarshi ekan, qarshi. Shunga ma'qul shakllarda norozilik ifodalash uchun kam xalq omillariga to'qninki, to'q fabrikalarniki, ya'ni bu xil qirg'inchilikqa qarshi ep qo'ygan bir xil namoyish ekan. Mana ko'ryapsiz. Bundan maqlab borachamlar. Mana hammasi bor. Mana. Bak, qo'yimiz qo'yib. Jiroq tarafga jiroq. Overall. Endi mushningga yenini qarasanglar, men namoyish qilyapman mana namoyish. Ana hozir ash qilayotgan yerdan mana 5 metr keladi orlig'i, 5 metr kamaygan shu yerda men namoyish qilyapman. Mani ko'rgandan yo turib o'ylanib qolib qoldim. Biz dardimizni haq yaxshi shaklda anglatamamdi. Va yoki bizning tashviqotimizda bir xil nuqsonliklar bormi degan narsa meni kallam kirib oldi. Ma'lada shu shakllar qilyapti, shunda jiq adamlarni, axborot vositalarini, nurg'un adamlarni jalb qilyapti. Lekin bir cho'jininki, tuxumdan chiqqan bir erkak cho'jininki behuda o'lib ketishiga bular chidamay, buni bir yana propaganda tashviqot shaklida ham dunyoga o'g'iltiradi. Undan qolsa bizning vatanimizga sharqdan Uyg'urlarcha necha millionlab Uyg'urlar hozir Xitoylarniki jazo lagerlarida inson qalbidan chiqqan qirg'inchiliklarni kurash orqali yo'q qilish girdog'i beryapti. Undan qolsa bizmi tashviqotimizda mushlarni o'rnak kelib, hozir vatanni bulayotgan jazo lageridagi bulayotgan qirg'inchiliklarni xalq olamga mushkul shakllarda bizmi oldimizga iPad elib, bulayotgan asharki videolarni xalq olam qo'yib berish orqali va yoki undan boshqa oilalarda ota bilan bolani o'rgatib qo'ygan, ota-onalar bolani o'rgatib qo'ygan, bolalar maxsus darıltamlık jig'ilib qo'ygan, erlarni, ayollarni ayrim jazolaydigan aşkın videolarni, resimlarni, kiriştirish orqali oxir shakldagi qopning ichiga
iPad selish orqali bizim 10'dan 20'den bir gruplab o'zimiz turayotgan davlatlarningki adam eng ko'p yerlarda osh orqali Sharq Turkiston bilan etnik qirg'inchilikni tushun desak, ma'qul shaklda o'rnak olsak bo'ldi ekan deb buni so'z yeb gap qoldi. Shunga qarindoshlar hammamiz uyg'onaylik, tinch to'saqmi Xitoy o'ttiryapti, yo'q qilyapti. Ish chuychilik to'qlarni o'ttirayotsak, kaptan o'ttasini qontini shipiritish orqali bir qarshilik bildirdi. Qarshilik bildirishning har xil shakllari va bizdan chet ellarda qarshilik qilish imkoniyatimiz bo'lgandan keyin qo'limizdan kelgan doirada qarshilik qilish orqali Xitoyning zulmini dunyoga o'ngiltib, texnik ko'p chet elliklarniki dunyoning Uyg'urlar ko'ngil berishi uchun o'zimiz aktiv harakatlanaylik degan temada buni so'zlab qoldim. Ko'pchilik rahmat.